Suhrob aka, mana hozirgi kunda Xitoy nafaqat O'zbekiston bozorida, balki jahon bozorida hamma texnologiya bo'yicha oldinda. Bitta savol bor. Oldindan Xitoy shunaqa yangiliklar qilib turganmi, ayni tibbiyot yo'nalishida? Ignoterapiya haqida ma'lumotga egamisiz? Bu haqda men sizga batafsil ma'lumot berib o'taman. Ignoterapiya bu 2,5 ming yil oldin Xitoyda yaratilgan tabiiy davolash usuli hisoblanadi. Suhrob aka, qarang, 2,5 ming yil dedingiz. Bu qazilagan vaqt emas. Nimaga aynan hozirgacha ushbu terapiyadan voz kechilmaydi? Bu ignoterapiya muolajasidan asosan tanadagi muvozanatni tiklash, tanadagi surunkali og'riqlarni kamaytirish, stress va asab tizimini tinchlantirish maqsadida qo'llaniladi. Xususan bizning Sagdiana klinikamizda ham ignoterapiya davolash usulidan keng qo'llaniladi. Masalan, insultdan keyingi holatlar, boshdagi surunkali og'riqlar va bel va bo'yindagi disk grijalaridagi kasalliklarga qarshi qo'llaniladi. Demak, ushbu terapiya qadimiy bo'lishiga qaramasdan tez, og'riqsiz va samarali usul ekan. Albatta. Demak, yuqoridagi muammolar bilan og'rinayotgan bemorlarimiz bo'lsa, bemalol klinikamizga tashrif buyurishsa, malakali shifokorlar tomonidan muolaja qilinadi, to'g'rimi? Albatta, bemalol kelishlari mumkin.